Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Ayşemgül. Mening o'g'lim oqqan kesili bo'lib qolgan shu 1,5 yil jarayonida biz ailamiz bo'yicha jiq narsalarni his qildik, o'rgandik, jiq jafolarni tatdik. Endi bu oqqan kesili, ya'ni rakning bir xil turi, qon rakining bir xil turi deyli. Endi bu jarayonda mening his qilganlarimni endi boshqalarga bir ogohlantirish, bir yordam şekilde bo'lsin deb bu videoni ishlab o'ltiribdiman. Videomning temasini sizmi rak bo'lib qolishingiz mumkin deb ogohlantirish şekilde qo'ydim. Endi bu bir jumla so'zni menga nima uchun bek ta'sir qildi desanglar, YouTube'ni, ya'ni men Turkiyada necha yil o'qigan bo'lg'achqa jiq vaqtlar turkcha aqturmamdi. YouTube'dan, Google'dan bir narsalarni aqtursam turkcha aqturma. Canan Karatay deb bir ayol bor, shu salomatlik, sog'lom oziqlanish to'g'riliq işte videolari bekchiq. Masalan, eng muhimi Turkiyadagi ekmek, nonni yemanglar deb nim qildimdi. Masalan, aqunninki glutenning ziyonli taraflari deganlarni bek so'zlaydi. Masalan, eng jiq ko'rilgan videolari. Bu Canan Karatay deydiki, hamma odam rak bo'lib qolishi mumkin. Ben yani videonun temasini şu Canan Karatay'ın sözünden aldım. Hem de neymiş ki bunda deyimiz. Her bir insanın bedende rak hücresi bulamdı. Ben kesbi ehli emas. Şuna bek yaxşı kesbi şekilde düşündüremezlikim mümkün. Ben bu izdini şarkılık oturup çıkan bir video. Şuna meğizini kabul kılıp şakılını taşlı vesanlar buldu. Hem de menin öğrengenimde insan bedende tahminen yani 60 trilyondan 100 trilyongacha hücre var iken. Yani ama bu hiç tadqiqatçılar, alimlar aniq bir sanını bilemepti. Yani insan bedeninde qancha tal hücre barligining aniq sani yok, yani tahminen sanlar. Yani bunun içinde her günü bu meyli qanchalik hücre bo'lsin, bunun 1% her gün yangilanib turdi ekan. Qeyrig'ini o'lab, yangisi o'tirg'i chiqdi ekan deganda, yani bu insonning hayotiga o'xshash yashanganlar yoki ma'lum bir yani yangilanib turdi ekan deyli. Bu yangilanib turgan 1% ichida agar insonning badanidagi genda bir o'zgarishlar bo'lsa, bu xil rak hücresi o'tirg'i chiqadi ekan va her günü 5000 tal rak hücresi, normal bir insonning badanida 5000 tal rak hücresi o'tirg'i chiqadi ekan. Agar sizning yoki boshqa bir insonning ma'lum birisining badanida deyli 5000 hücre rak hücresi o'tirg'i chiqdi, ama sizning immun kuchingiz kuchli bo'lib qolsa, bu rak hücresining hammani o'ldirib yetalaydi ekan. Ya'ni sizni qo'g'day oladi ekan kasalliklarning o'tirg'i chiqishidan. Ama agar sizning immun kuchingiz sal bundaroq bo'lib qolsa, o'tiral bo'lsa deyli, uning balki 3 ta ikkisini o'ldirib, 3 dan birini o'ldiramay qolishi mumkin va 3 dan 1 rak hücrelari yig'ilib her xil raklarni, kanserlarni o'tirg'i chiqarishi mumkin ekan. Agar immun kuchingiz bek nachar bo'lib qolsa, bir qisqa vaqtning ichida ma'lum bir xil rak o'tirg'i chiqishi mumkin. Endi masalan o'g'limninkidan bilgunimda akut, kronik deb ayiradi. Akut degani tezlam, intayin jiddiylam o'tirg'i chiqadigan raklarning turi. Kronik degani aldirmay asta-asta yani kronik degani uzun mezgildan keyin o'tirg'i chiqadigan shaklini ko'rsatadi. Yani bu yerdeki siz murak bo'lib qolishingiz mumkin deganim shu. Yani sizning, mening, o'g'limning, hamma insonlarning badanida har kuni taxminan 5 ming tal rak hücresi o'tirib chiqadi. Immun kuchimiz kuchli bo'lsa, bu rak hücresining hammasini o'ldirib yetalaydi. Va kasallikning, ma'lum bir xil kasalliklarning o'tirib chiqishining oldini olaydi. Anda yashanganlarda rak bo'lish nisbati eng yuqori bo'ldi ekan normalda. Ondan keyin endi müşte bir resim izleniş jarayonida ko'zam ko'rildi. Turkiyada masalan eng ko'p ko'rilgan rakning turlari deb. Uning ichida masalan ayollarda ko'rilgan ko'krak kanseri, ko'krak raki. Ko'krak rak Turkiyada 8 ayolning birisida bu ko'krak raki ko'rildi ekan. Biz Uyg'urlarda qanchalik nisbatda uni o to'g'riliq materialga erishamadim. Ama Türkiye'de mesela 8 ayolning birisi ko'krak raki bo'lib qoldi degan gap. Yani bu nisbat intan yuqori bir nisbat menimcha. Shu biz ayollar cho'qim o'zimizni bek yaxshi tekshirib, salomatlikka bek diqqat qilishimiz kerak yani. Endi bu ekrandagi rasmni qarasanglar, mening o'g'lim 2,5 yosh vaqtida bir hücrelik akut limfoblastik lösemi, yani bir hücrelik oqqan kesili deb tushunsalar bo'ldi. O'g'limniki akut degani tez o'tirg'i chiqadigini. Yani o'g'limning bu ahvol bir oyning ichida ekan
o'tirg'i chiqdi. Ya'ni to'la og'rib, to'la zukamdab, qismimiz to'la o'rlab degandek necha 4-5 qatim doktorxonaga olib borish jarayonida boshda zukam dedi. Chunki qish faslida 2-chi oy, o'tgan yil 2-chi oy. Qish fasli bo'lganki zukam dedi doktorlar. Ondan keyin o'g'lim tuyuqsiz mangolmaydigan bo'lib qoldi. Tizlari, putlari og'rib. So'ngak doktorga olib bordik, ham yiqilib tushgan bo'lsa biz diqqat qilmasda deb. So'ngakda masala yo'q dedi. Shuni bilanmay keyin bek og'rib ketib qolganda jiddiy qutqizishga olib borib tekshirib, doktorlar gumonlanib, işte qonni tahlil qilib, ondan keyin shu oqqan keseli deb diagnoz qo'yildi. Ya'ni insonning hayoti bir kun ichida o'zgarib ketishi mumkin. Bir kun bu oqqan keseli degan diagnozni qo'yishdan burun zukam yoki kichik bir xil kasallik deb kichik bola degan to'la og'rib qoldi, qish fasli bo'lgan ekan deb o'ylab turayotgan mazgilda bir kun ichida oqqan keseli, qon raki degandan keyin butun hayotimiz ostin-ustin bo'ldi. Ro'yitimiz, kayfiyatimiz hammasi. Yani okularni asligimi yo'q. Endi ekrandagisi o'g'limning hozirgi holati. Xudoga ming shukr, o'g'lim hozir intayin yaxshi ketib bordi. Davolashi oxirgi 5-bosqichni davolatyapmiz hozir. Yaxshi, ya'ni haftada bir qatim doktorxonaga boramiz, boshqa vaqtlarda uyda dori yeb, normal davolanib, normal yashab qildi. Endi bu jarayonda sizlarga deydigan bir narsa, hozirgi koronavirus chiqdi deb hammadan maska taqaydi. Shu birisining maska taqib olishi bek g'alit tuyulmaydi. Majbur taqavyapmiz hozir hammaylar. Ama mesela koronavirus o'tirg'i chiqishdan burun da eslab baqsanglar, balki mayli yoshli cho'ng birasi bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, ba'zilarning maska taqib olganini ko'ratdinglar. Mening o'g'limga o'xshash mushta ma'lum bir xil rak bo'lgan insonlar nima uchun maska taqaydi desanglar, bu rak kasalliklari yuqumli bo'lganligi uchun emas. Yuqmaydi bu rak kasalliklari, ama bu rak kasali bo'lib qolgan insonning immun kuchi bek to'van bo'lg'achqa, boshqa, ya'ni normal sog'lom bir insonning vujudiga ta'sir qilmagan mikroblar, viruslar bularga hayotiy xavf olib kelalaydi. Shunga bu rak kasali bo'lib qolganlar o'zini sirtqi dunyodagi mikroblardan, viruslardan qo'g'dash uchun maska taqaydi. Chunki kasal eg'izdan kirdi emasmi? Shunga maska taqaydi. Hargiz bu rak kasalliklari yuqqanligi uchun emas. Endi bu balkim sizlarmi oqqan keseli yoki lösemiya turkcha, inglizcha leukemiya yoki Bayshobing degandek har xil tillarda anglagan bo'lishinglar mumkin. Ammo bu to'g'riliq beshinglarga kelmagankin ba'zi tushunchalaringlar yo'q bo'lishi mumkin. Shunga men qisqacha tushuntirib o'tay. Bu endi xalq orasida oqqan keseli yoki qon raki deb bilinadigan bu kasal so'ngak ichidagi yilikda, so'ngakimizning ichidagi yilikda bo'ladigan, qon ishlab chiqaradigan bir g'o'l hujayraning har xil sabablar tufaylidan taraqqiy qilishdan to'xtab, binormal bir şekilde köpeyip getishi bilan o'tirg'i chiqadi. Ma rasmda ko'rsatdim. Normal qon bo'lgan bo'lsa, qizil qanjiq bu şekilde bo'ldi, ama yani bir yandagisi binormal, yani oqqan keseli bo'lib qolgan chog'da qon bu şekilde bo'lib qoldi. Ondan keyin bu qon raki, yani oqqan keseli nima sababdan o'tirg'i chiqadi degan vaqtida hozirgacha aniq bir sababi yo'q. Doktorlar har xil sabablarni tizidi, ama sening balang ma sababdan oqqan keseli bo'pti deyolmaydi. Shu hamda dastlabda men bek o'zimni ayblab, men nada xato ketdim, nimalarni xato qildim deb o'zimni bek tekshirib ayblab qilib ketdim. Hamda tabiiyki o'zimizni tekshirib nada xato qilgan bo'lsak, o'zimizdagi xatolikni tepishimiz muhim. Ama bek o'zimizni ayblab tushkunlashib ketsak, bu texnik nachar oqibatlarni keltirib chiqarish mumkin. Shunga buni bu rak kasalliklarining aniq bir sababi yo'qkan deb o'ylanglar. Ya'ni 50% sizlar hech kim kontrol qilolmaymiz bu xil og'ir kasalliklarni. Nereden qanday nima sababdan bo'lganligini bilmaymiz, doktorlar ham bilmaydi. Ammo 50% balkim biz oldin ola oladigan, diqqat qila oladigan taraflar bo'lishi mumkin. Ashta tushunsanlar bo'ldi. Yana bir sababi hamda tadqiqotchilar tepib chiqqan sabablarning birisi insonning gendagi binormallik. Gendagi, ya'ni gen hücrelerin köpüyüş jarayonida o'tirg'i chiqqan binormallik. Andan keyin yoki irsiyat, oiladan kelib chiqqan irsiyat. Yana bir sababi muhit bulg'unish, radiatsiya, yemek-ichmakdagi yoki dorilardagi ximiylik moddalar. Keyingi qizil rang qilib qo'ygan ikkisiga qarasanglar, hayotdagi og'ir azoblar. Bu psixik sog'lomligimizning, ruhiyatimizning sağlam bo'lishning qanchalik muhimligini mishadis qilsanglar bo'ldi. Og'ir azob uchirganlarmi rak bo'lib qolish ehtimoli yuqori bo'ldi ekan. Xato oziqlanish. Ya'ni hozir yemek-ichmaklarimizda, yegan narsalarimiz hammasi yana ximiylik narsalar jiq, marketga kirsanglar, do'konlarda sotilgan narsalar
paketning ichida bek jiq narsa, ya'ni sutdan tortib hamma narsa paketning ichida, uning ichiga uzun mezgil saqlash uchun bir narsalarni qo'shadi, ya'ni ximiylik tarkiblarni qo'shadi. Bularning hammasi ziyonli, ya'ni buni ko'p vaqtida rak bo'lib qolish ehtimoli yuqori bo'ldi. Endi mening o'g'lim shaxsan mening o'g'lim nima sababdan bo'ldi deganda, men buning birinchisiga men uqmayman. Birinchi sababi 50% sababini men uqmayman. Ikkinchi sabab gendagi binormallik. O'g'limning gendagi hujayralardagi binormallik deylik. Uchinchisi sog'lom oziqlanmaslikdan kelib chiqqan immun kuchining tubanligi. Buni nima deb sizlarga tushuntirmay desanglar, mening o'g'lim ya'ni normalda bolalar 0 tug'ilib 2 yoshgacha emidi-ku anini. Ama bunun nispeti var. 0 yaşdan 6 aylıkça, 6 aylık bulaştığım burun çokum ana sütü. 6 aylıktan 1 yaşgacha 70% ana sütü, 30% qo'shimcha tamoqliq. Yani qo'shimcha tamoqqa kunash mezgili bu. 1 yaşdan 2 yaşgacha bo'lgan aralıqda 60% tamoq, 40% ana sütü. Yani bu nisbatni çokum to'g'ri qilib menish kerak. Ama oy bola 2 yaşgacha emish kerak ekan, emgandikan deblam yani mening xatoligim u yerda. Men bolam qo'shimcha tamoqlarni etib bersam bek tuzuk yemagandikan, o'zimcha bolam mening ishtahsiz, emgandikan mendan uzuqliq bordi-ku deb, yani qo'shimcha tamoqqa bekroq zo'rlashni, bekroq ko'ndirishga ahamiyat bermabdiman. Shuning bilan bolam 2 yoshgacha ana suti bilan bir şekilde nima qilib, 2 yoshdan keyin sutini og'rigandan keyin shu o'g'lim 2,5 yoshga kirganda sütün ağrıp 6 aydan keyin bu oturuğa çıktı. Şunun bilan bu kesel oturuğa çıktı. Yani demek o'g'lim mening bolamning badani kuchlik beqilmaganlik sababdan bo'ldi. Yani men bolamni to'g'ri shaklda uzuqlantirmaganligim uchun oturuğa chiqdi deb o'ylayman. Bu yerda mening xatoliklarim bor. Ana keyin yana bir sabab hamda koronavirus sababli bir mezgil ayrim qilishga majbur bo'ldik. Bir araga kelanmay. Hem doktorxona davolash boshlagandan keyin doktorxonalar faqat birla atani kelishga buldu deb, masalan, bolamga dadasi bek kamroq bo'ldi. Men endi bulanmadim. Bu taxmak eg'ir keldi. Andan keyin yana bir sabab hamda men bu yerda qistirib o'tib ketay. Masalan, tadqiqotchilar irsiyat nima deydi-ku? Irsiyat 5% sabab bo'la oladi ekan. Hamda meningki 16-17 yilning oldida o'z inim 9 yaş vaqtida şu qon rakining yana bir xil turi limfoma deymiz. O turi diagnoz qo'yildi. 3 yil davolatdik. Keyin davolashlar unum bermay, inim tugab ketgan. Rahmatlik inim tugab ketgan. Yatqa yeri jannatda bo'lsin. Inim tugab ketgandan keyin mening o'g'limdimi bu oqqan kesili o'tirib chiqqandan keyin shunchalik ko'nglim yerim bo'ldi, yig'ladim. Bu oiladan irsiyatganda deb o'zimmi shaxsan ashta o'ylabdim. O chaqda bu to'g'riliq bilimlarim bekkamchil bo'lgan ekan. Andan keyin ama izdinish jarayonida qarasam bu irsiyat faqat 5% egallaydi ekan. Hamda mening demakchi o'g'lim atrofda do'stlar, tunish bilishlar mendan qo'y bolangiz nimishqa bunda bu kasal o'tirib chiqibdi, qanday bo'ldi, nim bo'ldi deb qiziqdi ya inson to'xtamay savollarni so'ragan vaqtida. Men bu inim tugab ketgan, balkim oiladan o'xshaydi desam, ha, irsiyatganda deb xuddilik masalan mening inim tugab ketganlik uchun o'g'limda o'tirib chiqdi. Ya'ni boshqalarning oilasi ko'rilmagan bo'lsa, bu hech o'tirib chiqmaydi degandek tushunishlar bo'ldi-ku. Bu hech unday emas ekan. Ya'ni hatta biz Germaniyaga kelgandan keyin men bolamni hozir davolatib atgan doktorxonaniki irsiy kasalliklar bo'limida maxsus tekshirish qildik. O'g'limdikisi irsiyat emas ekan, oiladan kelgan emas ekan. Shunga ya'ni bu yerda demakchi o'g'lim gunohni irsiyatga do'ngab qo'yib, normal sog'lom oziqlanishga, to'g'ri shaklda yashashga ahamiyat bermasak, bu bir xatolik bo'ldi. Yani irsiyat faqat 5% sebep desek bo'ldi yani. Andan keyin sorry. Qon raki bo'lib qolgan bu rakning har xil turlari bor hamda men hammani kasb ahli bo'lmag'achqa bilan tushuntirib berolmayman. Ama qon raki bo'lib qolgan bemorlarda nima ahvollar ko'rildi desanglar, normalda hamda burni yoki burni qanash deganda qanash ahvollar ko'rildi ekan. Badanda qizirib qolish yoki ko'kirib qolgan qo'llarda, putlarda hamda turib ko'kirib qoldigan yerlar ko'rildi ekan. To'la zukamda to'la og'rib qoldi ekan. Ya'ni bu immun kuchi to'van bo'lgan ekan. To'la herib qoldi ekan, holsizlik bo'ldi ekan, qon ozlik sababli. Limfa bezlari yo'g'nab qolish, ya'ni masalan mening inimninki shunda esimda bor, men tuluqsiz o'tirib maktabda o'qiyotgan mezgilimda, inim boshlang'ich 3-sinf
institutda o'qiydi o chog'da herhalde. Bir kun aytdigan işte apa mening qo'ltiqimning ostida bir tal bez bor, bez bek yo'g'nab qopti dedi. Apam shu yomon ichib ko'rdi. Yong'oqdek cho'nglikda bo'lib bo'pti ekan yo'g'nab. Shuning bilan uydagilar otam opamlar Aqsuga doktorxonaga olib borgan bo'ldi. Yani inimning ahvoli shunday boshlangan edi. Mening o'g'limda o'g'limning putidagi so'ngaklar og'rib, mang'anmay, ya'ni 2,5 yoshga kirgan yugurib, taqlab, o'ynab yuradigan bola mang'anmay, yana qaytaliq bolalar harvisiga tushib qoldi, ya'ni mang'anmas bo'lib qoldi. Bolamninkida ko'rilgani shu so'ngaklarda bek og'rish bo'ldi hamda. Ya'ni bu yerda bir eskartib o'tib ketadiganim biz mayli kasbimiz nima bo'lsin, nima ish qilayli, biz cho'qim inson badanida ko'p ko'rilish ehtimoli bo'lgan kasalliklar va ularningki ya'ni qanday shaklda ko'riladiganligi, nima ahvollar bilan o'tirib chiqadiganligi degandek bilimlarni cho'qim egallab olishimiz kerak ekan. Bu bek muhim bir nuqta ekan hamda. Masalan, o'g'lim mang'anmay nima qilgan ekan, biz necha doktorxonaga olib bordik. Olib qolgan mezgillarda shu qish mezgili bo'lg'achqa voy zukam, bolalar bek 3 haftadan uzun zukam bo'lib ketsa, işte mang'anmay nima qilib qoldi, kichik yeng mang'an bolalar. Ondan keyin yani o'ngishilib ketdi deb biz shu 3 haftadek vaqtni bekor o'tkazib yetib qoldik. Ondan keyin bu o'ngshalmagan keyin ondan jiddiy qutquzishga olib borib bu bo'lmadi, bunda ketaversak bo'lmaydi deb. Ondan keyin bu diagnoz qo'yilgan bo'ldi. Shunga hargiz ba'zi masalalarga sal qarmanglar. Cho'qim ko'p ko'rish ehtimoli bo'lgan ashta kasalliklarningki alomatlarini cho'qim bilib olinglar. Ya'ni bilib olishimiz kerak ekan, ya'ni. Endi bu qon rakining davolash bosqichlari va davolash shakli qanday bo'ldi desanglar, bu bosqich birinchi bosqich, ikkinchi bosqich deb boshda bo'lib davolaydi ekan davolash plani. O'g'limningki biz Turkiyada 4 bosqichni tugatdik. Undan keyin Germaniyaga kelib men davomlashtirdik. Bu hozir davomlashtirayotganimiz 5-bosqich. Yani 5-bosqichlik davolashni qilyapmiz. Dastlabki 3 bosqich intayin ig'ir davolashlar bo'ldi. Oylab doktorxonada bir oylab boshda doktorxonada yetib, kunda qizimiz o'rlab 40larga 39-40 ketib, ashunda bir jafoliq kunlarni yashadik. Ammo hozir Xudoga shukr, hozir haftada bir qatam bormiz. Kelar yili balkim oyda bir qatam berishimiz mumkin. Asta-asta mushuna. Ammo 2 yildan 5 yilgacha cho'qim doktorxonaga yaqin yashashimiz shart hamda. Ben İngilizce manbalardan muşta 5 bosqichning ismini o'rgandim. Matarpega inglizcha ismini, turkcha ismini, ham uyg'urcha ismlarini berdim hamda bu 5 bosqich hamda. Birinchi bosqichda kirish davolashi, ya'ni asosliqi buningda badanga bek ig'ir zarba bermagan asosda rak hujayralarni o'ldirish bosqichi deb tushunsanlar bo'ldi. Ama bu rak hujayralarni, ya'ni bu ximiylik davolash degan gap, ximiylik dorilarni berish orqali, ya'ni rak hujayrasini zahar deb o'ylasanglar, zaharni zahar bilan qaytaradigan bir usul bo'lg'achqa, badanningki sog'lom, ya'ni rak hujayralarni o'ldirish bilan birga teng badanning sog'lom hujayralari o'lib ketadi. Shuning bilan badan texnik ojizlab ketadigan gap. Shunga ikkinchi bosqichda badanni sal sog'lomlashtirish, sal asli keltirishga davolash bo'ldi. Onun ki 3. bosqichda sal kutish davolashi, ya'ni bunu bir sog'lomlashtirishninki 2. bosqichning davomi degandek tushunsanlar bo'ldi. 4. bosqichda yana bir jiddiy davolash qildi. Ya'ni rak hujayralarininki birinchi qadamda o'ldirilib bo'lgan rak hujayralarininki yana qayta kuchayib olib, yana qayta o'tirg'i chiqib olishni oldini olish uchun yana bir shaklda jiddiyroq davolaydi. 4. bosqich muhim bir davolash. Endi 5. bosqich qo'g'dash davolashi. Ya'ni bu 5. bosqich İngilizce çıkarsanlar maintenance terapi degeni, yani saqlab qolish degandek tushunsanlarmi? Yani bedenni güçlendirish, bedenni taqinbek güçlendirish bu 5. bosqich intayin muhim. Chunki bu bosqichga ahamiyat bermasak, yaxshi qilmasak, keyin yana qayta o'tirib chiqishi mumkin. Shunga yani hamma bosqich muhim, yani buniki. Endi biraz bayan dedim, bu ximiylik davolash degan nima degan vaqtida ximiylik davolash, ximiylik tarkib bo'lgan dorilar orqali rak hujayralarni yo'qotishni ko'rsatadi. Yani immun kuchi rak hujayralarni, yani bir insonning badani ojizlab immun kuchi to'van bo'lib ketgan bo'lgan keyin badanda o'tirib chiqqan rak hujayrasini o'zi o'ldirolmaydi. Shuning bilan dorilarning yordami bilan badandagi rak hujayralarni o'tirib nima qiladigan gap. Hamda shu dorilar hamda ximiylik davolash deb tushunsanlar bo'ldi. Yani zahar bilan qaytirish deb men shunda deyman normalda. Rak kasalliklarini davolashda cho'qim ximiylik davolash qilish kerakmi? Milliy tibobatning dorilari orqali davolag'il bo'lamdi.
Mening o'g'limni bu kasal o'tirib chiqqan vaqtida yo'ldoshim shuni dedi-chu, bir bizning nimada Istanbulda bir tunishi bor ekan, Milliy tibobatning ya'ni dаңliq bir doktor ekan hamda. Shu tunish men davolayman qo'limdan kelganda kuchay deb o'qibdi ekan, ammo men u chog'da jur'at qilolmadim. Men yo'q bo'ldi, normal doktorxonada shu Istanbuldagi eng yaxshi doktorxonalarda davolatayli. Hozir ham butun dunyo g'arb tibobati bilan qilayotgankin bu rakni davolashning sistemlashgan davolash planlari bo'lganligi shuningga bakroq ishondimchu men hamda u chog'da yo'lchimga qo'shilmadim. Chuqum rasmiy bir doktorxonada davolash qilayli. Milliy tibobatninki hamda u akamiz haqiqatan dаңliq doktor ekan, ammo hozir bir kichik bo'lsin bir ambulatoriyasi, bir doktorxonasi bo'lmagankin men uningga qo'shilolmadim. Ammo hozir mendan so'rsanglar, men yana balkim qana deymiz, balkim sinab beqishim mumkin. Bu sinab boqqidek bir ish emaski, bu og'ir bir kasal, ya'ni rak, kanser. Buningga chaqchaq qildigan, ay mani sinab boqayli, bu bo'lmasa yana birsini sinamiz, bu kiyim oldigan ish emas. Masalan, ma kiyim yarashmasa yana birsini olay deydigan. Ammo u jiddiy holatda, u jiddiy bir ruhiy holatingizda. Chunki rak degandikilar o'lim qolingiz keldi. Qo'rquysiz. Men o'xshash inim tugab ketgandan keyin o'g'limdan ayrilib qolishni tabiiyki ajal kelsa hech kim to'solmaydi, ammo qo'limizdan kelganini eng tez, eng yaxshi shaklda qilishimiz kerakligini o'ylagan bo'lg'achqa men g'arb tibobatiga nima qildim? G'arb tibobati orqali davolashni u chog'da to'g'ri topdim, ammo men endi boshqalar mendan siz qanday qaraysiz? Familik davolash qilish kerakmi yoki milliy tibobatmi desa, buningga balkim kasbiy javobni berolmayman, ammo mening deydiganim rak kasalligining oldini olish yoki rak kasali bo'lsin, mayli tongniyobiy shakar kasali deymiz, ya'ni har xil og'ir kasalliklarning deyli, bu kasal o'tirg'i chiqqandan keyin bunda davolash kerakmi, anda davolash kerakmi deb izlangandan shu kasalning o'tirg'i chiqishining oldini olishni muhim o'rin qo'yishniki qanchalik muhim, ya'ni muhim o'rin qo'yish kerak, oldini olish kerak, ya'ni chunki 50% ni siz kontrol qila olmaysiz, 50% ni kontrol qila olasiz. Shunga bu siz kontrol qila oladigan 50% ga diqqatingizni berganingiz yaxshi. Endi men izdinish jarayonida o'rganganlarimdan sizlarga so'zlab berdiganim, rak kasalining oldini olish uchun nimalarga diqqat qilsak, ya'ni qanday qilsak sog'lom yashay olamiz, qanday qilsak rak bo'lib qolmaymiz deganda tor dunyosidan izdinish orqali 10 modda 10 temini yozdim. Birinchisi badan og'irligini kontrol qilish. Bek uruqlab, bek samrib yoki anday bo'lib ketmaslik. Ikkinchi ko'p harakat qilish. O'ltiraverib, telefon qaraverib yoki o'ltirib kompyuterning oldida o'yin o'ynayverib qilsanglar, cho'qim bir yerdan bo'lmasa bir yerdan chatoq chiqadi. Shunga harakatchan bir hayot yashashinglar kerak. Uchinchisi to'g'ri va sog'lom oziqlanish. Bu intayin cho'ng bir tema. Sog'lom oziqlanishninki qanchalik muhimligini shu kasalni davolanish jarayonida, shu o'g'lim davolanish jarayonida bek his qilib ketdik. O'g'limga dorilardan bekroq uyda qaynatib bergan so'ngak sho'rpisi, quvvatli tomoqlar foydali bo'ldi deb o'ylayman. Shunga shu oziqlanish to'g'riliq cho'qim bek izdanayli. Men bu ya'ni texnik bek izdanish holatida hamda shakarli ichimliklardan cho'qim uzoq turish. Hozir marketlarga kirib qarasak, Fanta, Cola shu bu deganda intayin jiq. Ya'ni masalan nima deymiz endi bu yerda men shaxsan bek ichib ketmayman. Yo'ldoshim ba'zida meva suylarini ichib nim qildi, tayyor market do'kondan olgan narsalarni. Mening tavsiyalarim cho'qim uyda meva suyi, masalan mevani suyini siqishning hojati yo'q. Mevani Alloh taolo meva shaklida yaratganki, shu bitim yesak bo'ldi hamda, ya'ni shunga marketdan cho'qim Cola, Fanta degandek shakarli ichimliklarni ichishga odatlanib qolmanglar, uzoq turinglar. Ondan ishlangan tayyor yemeklikdan yiroq turish. Masalan, hozir men qaytiqdan tatib men o'zim qo'limdan kelganlik narsalarni uyda o'zim qilma. Tabiiy bo'lish uchun, o'g'lim uchun. Shunga, ya'ni tayyor narsalar, masalan, Canan Karatay deydiki, agar bir ürün, bir mahsulotning ustida ishlatish tarixi, ya'ni oxir qatim ishlatish tarixi yozilganli bo'lsa, buning masala bor. Bu sog'lom emas, buni yemanglar deydi-ku. Masalan, qaytiqlarni qarasanglar, 1 oylik, 2 oylik qashda saqlash nimasi bor. Ammo uyinglarda qaytiq qilib qo'yinglar, ya'ni tez tugatmasanglar buzilib qoldi masalan. Shunga demakchi o'g'lim, marketdagi narsalarning hammasida ma'lum bir moddalar bo'ldi. Sizlar bilmaydigan, biz bilmaydigan moddalar bo'ldi. Shunga u market, u tayyor narsalardan amal bor uzoq turinglar. Ya'ni rak kasalining oldini olay va yoki boshqa bir og'ir kasal bo'lib qolmay, sog'lom timan bir shaklda yashaydi desanglar cho'qim shu narsalarga diqqat qilishinglar kerak. 6-nchisi nima desanglar?
Haraq va tamakidan jiroq turish. Turkiyada ayollardan tortib bek tamaki chekidi bek normal bir ishkan u yerda. Men bu bek hayron qolgandim. Ziyanni bilib turib, hatto tamakining qepiga qarasanglar intayin og'ir kasal bo'lib yotgan odamlarninki rasmlari nima besiqliq, ammo yana insonlar elib ichaverdi ekan. Ammo biz agar siz o'zingizni yaxshi ko'rsangiz, sog'lom yashashni orzu qilsangiz, haraq tamakidan cho'qim yiroq turing. 7-si tabiiy oziqlanish, ko'p suv ichish, oz dori yeyish. Men oz dori yeyish deb nim qildim. O'g'limninki shu jarayonda masalan, o'g'limning ba'zi kunlari dorisining sonining jiqliqidan 12-13 talashda dorilarni berma bir kunda. Üçüncü ko'nglim yerim bo'lib ketdi. Endi qana deymiz, bu g'arb tibobatninki, bu dorichilik, dorigarlikninki o'tiriga chiqishi, ya'ni g'arb yani bu qana deymiz, yani biz hozir do'ratsi kalanglar kelgan shu dorilar 100 yil, 150 yil bo'ldi bo'lmadi bularning tarixga. Ammo milliy tibobatning yoki sog'lom oziqlanadigan, masalan, zukamdab qolsa, yerlik usulda uyda nima qila olamiz deb izlanimizgo. Shuning bakroq yani milliy usulda davolanishga ahamiyat beringlar, sog'lom oziqlanishga ahamiyat beringlar. Azroq zukamdab bo'lsa dorixonaga chiqib dori olishga nima qilmanglar. Bu har bir yegan dorininki o'zgachilik yon ta'sirlari bor. O'g'limninki masalan homiylik davolashning dorisidan 3 tal bo'lsa, uning yon ta'sirini azaltadigandan 5-6si bor. Shuning bilan dorilar taqbek jiqiyib mangdichu. Ya'ni men bek tavsiya qilmayman. Agar salomatlik uchun deb o'ylasanglar, zukamdab qolib, ya'ni uşaq kasallikligimi şu aman doriga yugamay yerlik usulda saqlayishga tirishinglar. Andan keyin 8-si oila kasallik tarixini bilish. Agar oilada rak tarixi bo'lsa, cho'qim diqqat qilish. Ya'ni oilada rak bir oilada burun ma'lum birsi rak kasali bilan tugab ketgan yoki rak kasali o'tirg'i chiqqan bo'lsa, cho'qim mendam o'tirg'i chiqdi degandek bir andishaga kirib qolsanglar bo'lmaydi. Chunki bu irsiyatning nisbati faqat 5%. 5%, ya'ni yani nima deymiz, bu 5%. Mesela o'g'limda men irsiyatmiki deb o'ylaydim dastlabda. Tekshirdik, irsiyat emas ekan o'g'limning. U 5% mi yo'q degan gap. Shunga buni o'zinglarni qo'rqitishinglarning hojati yo'q. Ammo agar oilada shu ma'lum bir xil kasal, yuqori qon besim deymiz, taniyobing yoki bo'lmasa shunda rak kasalliklar o'tirib chiqqan bo'lsa, sizlarni har ehtimol qarshi o'zinglarni sal asrab, sal diqqat qilib, sog'lom oziqlanishga, sog'lom yashashga tirishsanglar bo'ldi demakchi. 9-si pokiz bo'lish, tozaliqqa ahamiyat berish. Masalan, biz o'g'limda intayin diqqat qilishga tirishimiz. Qo'l bilan og'izning tozaligi bek muhim. Shu hamda bu biz dashta deydigan kasal og'izdan kirdi deb. Shunga korona sababli eng boshda dedigo qo'linglarni pokiz yuvinglar, qo'lni bunda yuyishlar deb yuyishning shakllarini tatib o'g'itib qilib ketdigo. Bu har zaman faqat korona virusi bo'lganligi uchun emas, yoki ma'lum bir kasal bo'lganligimiz uchun emas, har zaman qo'limizni, og'zimizni cho'qim pokiz tutishga tirishimiz kerak. Yani tabii ki uy, atrof hammani tozalik bek muhim. 10-si bu intayin muhim bir narsa, immun kuchimizni cho'qim kuchli tutishga tirishaylik. Chunki eng boshda deb o'tdim, inson badanida har kuni 5000 tal rak hujayrasi o'tirib chiqadi ekan. Agar immun kuchimiz kuchli bo'lsa, shu aman 5000 talni o'ldirib yetalaydi ekan, sog'lom bo'ldi ekanmiz. Ammo immun kuchimiz to'van bo'lsa, bu rak hujayralarini o'ldirolmaydi ekanmiz. Shunga immun kuchi, ya'ni kasalga qarshi turish kuchimizni cho'qim kuchli tutishimiz kerak ekan. Mushlar endi mening izlanganlarim, mening o'rganganlarim shu. O'g'lim 1,5 yildan buyon intayin jafolarni tatib keldi. Biz jafosini tatish beramagandikin bu taqmak og'ir keldi bizgimi. Shunga men o'g'limga o'xshash boshqa bolalarning og'riq azobi tatishini xohlamayman. Bolalaringlar mangu sog'lom bo'lsin. Sizlar mangu sog'lom bo'linglar va salomatlikning qanchalik muhimligini tunib yetinglar. Mening bu videoni ishlashdagi maqsadim sizlarga bir askartish bo'lsin. Balki birsiga bo'lmasa birsiga ma'lum jihatdan foydasi tegar deb ishlab o'ltiribdim. Allah hammalarni salomat qilsin. Xo'sh, Allohga emanet.